Kolesterol. Bu formada bo'lishi kerak-da ustolar. Stejga ko'rsatilgan bu yerda rechni pol beryapti. Razmerini qarang mana 40 ga 40 beryapti. Haligi loyihada unaqa taqda ko'rsatilmagan. Pol asosi borki, mana laga tagiga qo'yadigan rekalaringiz bu antiseptik ishlar qilinishi kerak. Ya'ni nima bu? Zarar kunandalarga yoki bu nimaga qarshi ishlov berilishi kerak-da lagalarga. Nima qilinmagan. Bu yerda lagan tarkibi ham loyiha bo'yicha emas. 10 ga 40 lik bergan. 10 sm ga 4 sm, lekin joyida 4 ga 4 lik reka qo'yyapmiz hozir. Razmerlar to'shni bo'lyaptimi? To'shni. Ijro hujjatlaringiz bormi? Nima ijro hujjati yurtmayapti? Nazorat DMS platformasi orqali bajarilish majburiy ko'rsatmalar berildi. Uni o'z vaqtida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilingan rasmlarni yuklab, tizim orqali o'z vaqtida bartaraf qilish kerak. Agar o'z vaqtida bartaraf qilmasangiz, ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi.